Meni boy deb o'ylaydiganlar juda ko'p. Boyman, chunki onam borlar. Shunaqa bir qiziq vaziyat bo'lganda hayotimda. Bir yaxshi ko'rgan qizim bo'lgan, unga vaqt ajrata olmaganman, pul ajrata olmaganman. Pulim yo'qligidan emas, oilada bitta erkak bo'lganim uchun. Yolg'iz o'g'il, bitta erkak. Yonimda adam yo'li, har kuni achamlab yuradigan. O'shaning uchun 18 yoshman, hamma topgan pulimni onamga beraman-da. O'shaning uchun telefon qilib rozg'or qilish kerak uyga bolam desalar, oyi, pulim sizda-yu, bemalol borib bozor qilib keling, jiyanlarimga kiyim olib bering. Topgan pulim oilamga ketyapti. Shu yangi yigit topdi, vaqt ajratadigan, pul ajratadigan. Endi baxtli bo'lsin deymiz. Baxtli bo'lsin, joni sog' bo'lsin. Bitta narsani tushundim. Pulingiz bo'lsa ham, pulingiz bo'lmasa ham, baribir yoningizda onangiz bor, duo qiladigan, issiq ovqat bilan kutib oladigan uyda. Sizni ham ota-onangiz bo'lsa, butun oilangiz bo'lsa, siz ham boysiz. O'shani bilib qo'ying. Otani baxtiga, qadriga yeting. Bo'ldi, ishlayverasan, mana